Yani obyektimiz bitti. Yani ko'pchilik tepa tomoniga ham duxovka qo'yib berasizmi deb so'raydi. Pechkani o'zi eng qattiq o't yongan joyga duxovka qo'yiladi. Mana bu joyimizda duxovka bor. Uzunasidan orqalari yopiq. O't to'lqi past bilan aylanadi. Va bu tomonda ham duxovkamiz bor. Orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Pechkamiz orqasi mana. Bu o'txonamizni orqasida turadigan duxovka va bu o't bu joy bilan aylanayotgan duxovkamiz aylanib bu tomon bilan chiqib ketadi. O'sha eng o't alanga eng issiq joyi shu joyda bo'ladi. O'sha bu ustiga qo'yishni keragi yo'q. Nimaga deganda o'sha alanga yetib ham bormaydi. Bu uyda o'zi bundan tepada o'sha issiq bo'ladi. Bundan tepadagi nimani istonmaydi bari. Qora ko'y yopishib effekt bo'lmaydi yo'qdan. Bu tomonimizdagi esa qalin, orqasi qalin 1 sm bo'ladi. Bu обычный duxovkalarimiz. Isishlariga inshaalloh garantiya. Rasxodlar ekonomik bo'ladi. Duxovkani usti bilan, orqasi bilan aylanadi degan ko'pchilik ochib qo'yadi. Uni foydasi yo'q, chunki o't usti bilan ketadi, doim past bilan aylanmaydi hech qachon. Usti ochiq bo'lgandan keyin usti bilan ketib qoladi. Pechkamiz mana o'rtasida, o'txona bilan o'rtada перегородкасы bo'ladi, balandroq. Qozon ostida mana qozonga ham o't yaxshi tegadi, bu yoqqa chaynaga ham yaxshi qaynaydi. Rasxodlar ham ekonomikdan bu yoqqa tutun bermaydi. Adreslar jalloda, telefon nomerlari profilda. Shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'lsa, WhatsAppga aloqa chiqarasizlar.